Is there? And if you hear this song, then go on bend your back, go on bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Assalomu alaykum, kanalımıza saları. Yangilik kutib turgan mijozlarimiz uchun biza yana bir yangicha dizayndagi salon kiritishga damozimizni tayyor qilganmiz. Xo'sh, bunda umumiy qilib aytib o'tadigan bo'lsak, mashina yili 2012-yil. Bu mashin ko'p yurmagan ekan, lekin mashin saqlangan. 1-2 joylarida zanglari bor ekan, u joylari tamam sложный emas. Mashina общий shumizolyatsiya qilganmiz, полностью. Keyin salon перетешка qilingan. Salon ichindagi 99% joyini полностью qaraga o'zgartiramiz. Ya'ni salon ichida ochiq rang, seri, oq yoki boshqacha ranglar umuman yo'q, faqatgina qora kombinatsiya qilingan. Hozir bir qator ko'rsatib ma'lumot berib o'taman. Bismillah. Obzorni boshlaymiz. Birinchi yangilikka kelgan bo'lsak, bunga Lasetti masarkani o'zini ustomonga qilib berganmiz. Lasetti degan dizayner bu. Ko'rishingiz mumkin. O'zi biza o'zini rodnoyna figura chiqarib berdik. Egasi aytdi, mana shuni Lasetti qilib ishlab berdilar. Shu sababdan Lasetti qilib berganmiz. Ichini ramlar ham, keyin gubkasi ham полностью Lasettiga moslangan. Ko'rishingiz mumkin. Quchoqlab turadi buni figurasini qaranglar. Ben sizlere hozir shofyor tarafdan ham ko'rsataman. Sababi bunda o'zina nisbatan keng bo'ladi va qulay bo'ladi. Durishini qaranglar. Ham o'rtaga Malibu bar qo'yilgan, umuman qisliqib qolmagan. Zazorlari bor ikki tarafdan ham. Keyin torbedalari, rullari, mayda detallari 100% qaraga bo'yalgan. Torbedaga bo'yalgandan biza kafolat beramiz, xudo xolasa, quyoshda ko'p chiqib qolmaydi. Dinlab ko'rsangizlar ham hech yetmaydi. Bunda biza sizlarga necha kafolat berib bilamiz. Rodnoyini ataylab kilib bilan qirchadan bo'lsangizlar qiriladi. Lekin o'zingiz qarab shu akkuratni qilib haydayman desak bo'lsangizlar duradi. Xuddi bu kraska ham shuningdek. Qarab akkuratni qilib haydaydigan bo'lsangizlar duradi. Lekin rodnoy torbedasini bilasizlar, quyoshda oqarib qoladi. Bu bo'yalgan esa umuman inshaalloh oqarmaydi. Polniy bunun arkalari 100% bo'yalgan. Bu detallari полностью ishlangan. Keyin bunda yana bir xizmatimiz pol qismlari linoleum bo'ladi. Linoleumlar ham yaxshi variantda ishlangan. Keyin stoykalari qoplandi полностью. Mana qaranglar. Ayna tonirovkasini biz ishlamaganmiz. Aynasi o'ziniki qoldi. Biza faqatgina shu yon taraflarni PTSH qilib berganmiz. Kolonkalar ham egasini o'zi olib kelib berdi. Biza faqatgina ustomovka qilib berganmiz. Ichi seyflar bo'ladi. Mana qaranglar. Akkuratni bo'lib chiqadi. Keyin bunga podiumlik qo'yib berganmiz. Tekla podiumlik ko'rishingiz mumkin. Ayna kutab turadi dollari yo'q. Полностью podiumlik ustomovka qilingan. Podiumlik ustomovka qilgan vaqtida buniki net ustomovka qilganmiz. Hozir masala zamokni ochamiz. Xo'sh, aynani ochamiz. Aynani ochdik. Masalan, o'zingiz barcha joylaringizga borib turib, mashinani yopib ketadigan bo'lsangizlar ham aynani oddiyni ilib o'tirish shart emas. Shuni bosasizlar o'zi mashina aynasini yopib qo'yadi. Xullas, shuni xizmatdan ham ko'rsatib berganmiz. Kimga shuni sifatli ishlash kerak bo'lsa, biz hamisha xizmatdamiz. Manzilimiz Xiva shahrida joylashgan. Ishlarimizda 1 yil bepul servis kafolatimiz mavjud. 1 yil bepul servis deganda, masalan, faqat bizda og'zaki emas, bizda amaliy ko'rsatiladi. Shu 1 yil ichida bir gap bo'lgan bo'lsa, biz bemalol taqlab beramiz. Lekin avtochig'ol o'zini ishi chala bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi. Biz shu 1 yil deb javob berib turibmiz. Inshaalloh mashinalaringiz uzoq yil mobaynida xizmat qilib beradi. Bu degani bir marta bizlara ishlatgan mashinalaringizni ikkinchi marta ekkalmaysizlar. Ikkinchi ekkalgan mashinalaringiz toza mashin bo'ladi va uni ham inshaalloh uzoq yil kafolatda qilib turib taqlab beramiz.
Bunda sidiyələrin arkalarını bunu 2 hissələm qılıb bərgəmiz. Xullas çox köp olub çıxdı. İşinə sifəti üşürüngün bu adıyla. Rezinkələrindən polmustu qarayğan maşında. Keyin bu yerdəki tikilən əhəmiyyət bərsəniz istəyirəm. Təp-təkiz 40 il olub çıxadı. Bu ne orijinal iş, fakat yine avtoçexol uzda bağlıdır. Xuddi şu dizaynını bizə birinci özlərimiz çıxarğanımız. Buna bemalol cavab verib biləmiz. Kanalımızı ötürüb köhnə videolarımızı görsənizlər, birinci, üçüncü modellə avtoçexol uzda çıxadı. Sifətlisi gərəkmi? Bemalol bizə servisə gələ verəsizlər. Narxlarına gəldən bolsaq, narxlarından zor variantda qılıb bərəmiz. Baxalan geçdib bərəmiz xuda xalasa. Keyin bunda yenə bir qılıb ötkən xidmətimiz. Rıçəyə biləsizlər, bu plus minus boladı. Buna plus minusuna sinyal öləb bərgəmiz, plusuna isə markat öləb bərgəmiz yenə. Şimdi işlər qılınğan. Xullas, sifətli işlə izləb bilən bolsanızda maşınlarınız üçün bizə həmişə xidmətlərimiz avtoçexol olsun.